Ovozim chiqyaptimi? Tilla hozir kimni tiqoraman? Ovozim chiqyaptimi, ovozim? Hozir. Chiqyaptimi? Chiqyapti ovozim. Hop. Like aniqlaymiz. Qaranglar, like aniq qilish qanaqa bo'ladi? Qaranglar, like aniqlaymiz. 4349 ta like bor ekan. Bitta obnovleniya berib yuboramiz. 4354 ta. Kumushni aniqlaymiz. Kumushni aniqlaymiz. Nasib qilgani endi kimga bo'lsa ham. Kimga bo'lsa ham nasib qilgani. Hozir kimdandir so'raymiz. Okay. Birdan 4354 gacha bo'lgan son tanlab oling. Birdan 4354 bo'lgan songacha son tanlab oling. Birdan 4790. Birdan qarang, 2000 emas, birdan 4354 gacha bo'lgan son tanlab oling. Necha oke? 77 mi? 77 son tanlandi. Kumushni hozir 77-songa beramiz. Hozir birga sanaymiz sizlar bilan birga. Ketdi mana 77-ishtirokchi kim ekan? Endi ko'ramiz. Generatorim yo'q-da, qila olmayman-da uni. Bir keyingisi generatorda qilaman 20 ta tillarni. 77 ni aniqlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Farishtam bizning konkursimizda kumush uzugimizni g'olibasi bo'ldilar. Mana shu uzugni Farishtam yutib oldilar. Hozir boshqa profildan yozyapman bularga. Assalomu alaykum, siz Farishtam demasiz. Kumush uzug yutib oldingiz. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqaring, uzugingizni qanaqa olishni aytamiz. Xo'p, bitta ishtirokchimiz ketdi. Qanaqa bo'lib ketdi? Bittalikda bu 20 ta uzugini hali o'ynayman, hali uni nima deydi? Mana shu oy oxirigacha 20 ta tilla uzug qo'yganman, yana sonini ko'paytirishga harakat qilaman, lekin eng kamida 20 ta uzug o'ynayman. Xo'p, buni berib yubordik. Farishtam degan qizga yozib yubordik, SMS javob bersalar, uzuglarni bizlarga berib yuboramiz. Naqd 35 gram bu narsa. Endi tillani aniqlaymiz. Tillaga tayyormisizlar? Hamma tayyormi tillaga ish qilib? Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Qarang, Oybek. Son tanlaysiz, bitta obnovleniya berib yuboramiz. Mana bitta obnovleniya berib yubordim. 4401 dan 4459 gacha bo'lgan sonni tanlang. 77 sanadan senimi hech ham xotir olmang. 333. Voy, 333 sizlar. Kamroq tanlaylarmi desam. Tillani g'olibasini hozir aniqlaymiz, g'olib yoki g'olibasini. 333 sonini sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Voy, qotdi-yu. Tushmaydimi pastga endi? Bilmadim. Random programmangiz bormi? Yo'q. Ham bor. Kirsa bo'ladi. Random programmangiz bormi? Random qiladi. Bering, ochib beraman. Ha, bolalar random qilar ekanmiz. Tillarni random bo'ldi mana hozir random qilamiz, faqat ozgina kutib turasizlar, ha, kommentdan qilamiz. Kommentdan randomdan aniqlaymiz. Baxtligi mana hozir meni ham baxtimga bitta odam kelib qoldi. O'zimga chiroyli ko'rinib ketdilar. Randomdan aniqlaymiz. Ha, ko'rinmasak ham hammasi endi nima deysizlar, endi men Instagramni tushunmasam, bunaqa zo'r bilmasam, shunday video olib qo'yib oladigan odam bo'lsam. Yo, like emas, kommentariyadan qo'yamiz hozir. Birimni kutib tursanglar. Random. Instagram. Hozir random qiladigan programma hozir yozyapmiz. Ozgina kutib turasizlar faqat. 5 daqiqa. Kommentdan. Qaysi post? Amirxon bilan birga olganim. Ikkinchi oxiridan bitta oldim. Scanfot. Nechiga kolleksiya so'rang. O'zi bitta. So'rang. O'zi anaqasi bor-ku. Mana hozir. Anaqa silkani oldingizmi? Ha, silka. To'xtang, mana ko'rsatishim kelayotganim bularga. Yo'q, o'sha silka Amirxondan oldim. Yo, hozir bularga ko'rsatishim kerak-da. Ha, bo'ldi. Mana ko'ringlar, mana mana silkasi olinyapti. Kommentariyadan. Yo'q. Jo'natishni bosasizda. Ha. O'sha skopirovat. Mana ko'ryapsizlar. Skopirovat silka olindi. Bu yoqqa qo'yildi silka, mana shu yerga qo'yildi. Hech boshqa videodan bo'lmadi. Bitta bo'ldi. Bitta tekinga beradi menimcha. Mana shu videodan olinyapti, ko'ryapsizlar. Победитель bo'ldimi? Ha. Победитель bo'pti mana. Mana shu insonga o'sha chiqib bo'pti, o'zi. G'alatiroq bo'ldi-yu, lekin haqqoniy bo'ldi. Hech qanaqani tanlab olib bir baloq qilmadim. Mana bu profilga kiramiz hozir. Ha. Mana shu profildagi odam screenshot qilib qo'ydim. Mana shu profildagi odam yutib oldi-da, Abdumalik 01 o'g'il bola yutyapti. Hammalarga rahmat. Kuzatib turginglar. Bugun qo'yishga harakat qilaman, lekin ertaga точно qo'yaman, xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, 20 ta tilli uzuv keyin yana sonini oshirishga harakat qilaman. Eng kamida 20 ta tilli uzuvni ertaga startda beramiz. Sizlar aktivlikni prosta tushirib qo'ymanglar, bo'ldi. YouTube chiqdi, hozir mana premium efirimni profilimga qo'yib qo'yaman, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bitta kumush uzuv o'ynadik-ku, bitta kumush uzuvni qanaqadir like-dan aniqlab oldik, lekin uni random bo'ldi. Mana bu hozirgi narsa random bo'ldi. Randomdan aniqladik. Hammasi haqqoniy bo'ldi. Hech qanaqa meni nimadir o'zimdan to'qib chiqib bir balo qilganim yo'q. Yaxshi ham hozir like-dan qilmadik, aytganimni randomdan aniqladik. Aktivlikni tushirmanglar. Xullas ertaga sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' bo'lasizlar. Ertaga endi hozir rostdan o'zi qo'ysam qo'yib yuborardim, charchadim. Ertaga endi bir nima qilib qo'yib bu qo'yamiz. Bugun faqat noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar.